Ya seni bir kadar oturuyor sen o taşlar. Kaça ver bana? Mana shu elimizning farovonligi uchun mana shu xizmat qilyapmiz. Har kuni hashar yo'li bilan qilyapmiz shuni. Mana qariyb bugun 12-kun xayriya hashar ishlari 400 xo'jalikdan iborat bog' mozoriyasi yili grafik bo'yicha kuniga 20 tadan hasharga yoshlarimiz, otaxonlar, akalarimiz, bog'larimiz javonlanib xizmat qilyapti, xizmatda sobit turibdi. Alloh akalarning ukalarining umriga, rizqiga, oilasiga baraka bersin. Xudo xolasa trotuarimiz 250 ta yoritish chirog'i 3,5 kilometrlik masofa 10-12 santimetr qalinlikda beton orqali trotuar quryapmiz. Xudo xolasa qilyapmiz. Bu yoshlarimiz, maktab o'quvchilarimiz, otaxonlar, opa-singillarimiz foydalanish uchun juda chiroyli chiqyapti ishlarimiz. Mana shu sobit turgan akalarimizga, barchalarga rahmatlarga, sog' salomat bo'lsin. Ishladilar, charchamadlarmi? Ishlaringiz kelyapti yo'qmi? İşlerimiz gerekti yani. Ertaga chiqasizlarmi? Çıkaveramiz. Ya seni bir kadar. Kaça ver bana? Ertalab 7'de kelgandik. Hashar yo'q.